Bunaqa taklif hech qachon hech qaysi uy egasi bermaydi borku, uyi narxini borku, o'zingiz kelib, o'zingiz taklif qilsangiz bo'ladi, deyapti. Hozir Bodomzoridamizda, shu yerda tayyor sotilayotgan hovlimiz bor, 5 sotuvlik yerimizda albatta tayyor imorati bilan 2 qavat yaxlit poda o'chirilgan, taxminan 250-300 kvadrat atrofida bo'lsa kerak, 7 xona, 3 ta sanusi joylashtirilgan, basseynlari bilan albatta. Basseyn hovlida, uy ichida emas, joylashtirilgan uyimiz. Hozir bu joyimizni bog'chaga, arendaga berib qo'yishgan. Xohlasangiz, tayyor biznes olib qo'yasiz, pulingiz bo'lsa, arendaga berib qo'yasiz, tayyor pul kelib turadigan joy. Mana shunaqa holatda. Demak, narxini kelib o'zingiz bemalol xohlagan narxingizga taklif qilaverasiz. Joy egalari shunaqa deyaptilar, bitta narx aytmayaptilar. Xohlasangiz 200 ming, xohlasangiz 300 ming, xohlasangiz 500 ming kelib savdolashaverasiz. Albatta, agar yashayman desangiz ham borku, tayyor kirib yashaydigan holatda ekan, lekin sotsialnasi holati juda ham yaxshi holatda turibdi. Albatta, bunaqa hovlisi ham kattagina hovlisi bor ekan. Va mana bu yerda yana bitta xonasi, oshxona joylashtirilgan. Albatta, qo'shimcha misol uchun mehmon, uyingizga mehmon kelsa, misol uchun mehmonxona berishingiz mumkin yoki yosh kattalarga alohida qilib berishingiz mumkin. Mana bu yerda mana basseyni ham bor ekan. Hovlida ham sanusilar joylashtirilgan ekan. Demak, fasad, yerimizning fasadi taxminan 13-14, ichkariga 38 mana shunaqa atrofida uzunasiga kirgan joyimiz. Demak, pastda telefon nomeri qoldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqsangiz bo'ladi.